Alloh subhanahu va taolo o'zi hadis qudusiyda aytadi: bandalarim, sizlarni barchangiz, katta kichigingiz, oqingiz, qorangiz, erkagingiz, ayolingiz, yaxshingiz, yomoningiz, hammangiz dunyodagi eng taqvodor qalb egasichalik qalbga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamga zarracha narsa qo'shilib qolmaydi. Ey odam bolalari, sizlarni barchangiz, katta kichigingiz, qizilingiz, oqingiz, qorangiz, erkak, ayol, yaxshi, yomon, hammangiz dunyodagi eng fojir insonni qalbiga ega bo'lib, dunyoni gunohga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamdan zarracha narsa kamib qolmaydi. Nima qilsangiz o'zingizga qilasiz. Ana, nima qilsa banda o'ziga qiladi. Demak, Allohning ibodatini qilsa o'ziga qiladi.